AQSh senatori Trampni keskin tanqid qildi. AQSh senatori Ed Markey Eron masalasi bo'yicha o'tkazilgan maxfiy brifingdan so'ng keskin bayonot berdi. Unga ko'ra, Donald Trampning harbiy siyosati AQShni yana uzoq davom etadigan va cheksiz urush tomon yetaklamoqda. Senatorning aytishicha, Tramp Eronning yadroviy va raketa salohiyati haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatib, vaziyatni keskinlashtirmoqda hamda AQShni Yaqin Sharqda yana bir katta mojaroga tortmoqda. Ed Markey Tramp olib borayotgan harbiy harakatlar noqonuniy ekanini va bu jarayonni to'xtatish bo'yicha aniq strategiya yo'qligini ta'kidladi. Shuningdek, uning fikricha, prezidentning keskin bayonotlari va qarorlari vaziyatni yanada nazoratdan chiqarib yubormoqda. Senator yana shuni ham qo'shimcha qildiki, bu qarorlar oqibatida allaqachon amerikaliklar halok bo'lgan va mojaro yanada chuqurlashib borayotgan bo'lishi mumkin. Xo'sh, ushbu voqealar rivoji qanday yakun topadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Dunyo siyosatidagi eng muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Surxondaryoliklar kanalini bizda kuzating va kanalimizga obuna bo'ling.